Assalomu alaykum porloq obunachilari. Bugun biz Beshkentdagi Tosh jome masjidiga gilamni joyida yuvib bergan kelganmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Jarayonlarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Obunachilar mana bu gilamni yuvilgan holati, bu esa yuvilmagan holati. Farqini sezsanglar bo'ladi. Mana bugun Tosh jome masjidining 450 kvadratdan ortiq gilamlarini joyida yuvib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilish mumkin. Kamina Kantani xizmatlaringizda bo'ladi. Ha, aytgancha, bizni kuzatishda davom eting.